Bunaqa qo'shnini boridan yo'q yaxshi. Hey, Bekzod aka, nimaga uryapsiz? nimaga qara yosh bola narsa? Nimaga chakyapsan sen? Qanaqa yosh bola? 16 ga kirdim. Ikkinchidan adam emas men terga degan. Qo'lingizni oling. Bunaqa qo'shnini boridan yo'q yaxshi. O'zidan ketib qoptimi? Qo'shni! Ey qo'shni! Ocha tez eshigingni. Ke Shahzod, assalomu alaykum. Menga qara, nima bu ahvol? Kim huquq berdi meni o'g'limga qo'l ko'tarishga, ha? Men uni o'stirib katta qilganman. Hech kimning haqqi yo'q tegishga unga, tushundingmi? Necha yillik qo'shnimizsan bilan. Otang rahmatli, rosa yaxshi inson bo'lgan. Har safar otangni ko'rganimda qo'rqib, shu insonni hurmat qilib turardim. Shu inson tanbehlari bilan, nasihatlari bilan qancha yomon ishimdan qaytganman bilasanmi? Otang meni necha marta urishgan bo'lsa, meni yaxshi bo'lsin deb urishgan. O'g'lingga men gapirmasam, qo'shnilar gapirmasa, qo'shnichiligimiz qayerda qoladi? Bitta bolaga 7 ta qo'shni ota-ona degan maqollar bo'lardi. Farzandingni chekishdan qaytarganim senga qilgan yomonligim bo'lsa, tag'in yana o'zing bilasan. Nima? Sigaret chekib yuribdi? Ha, shunaqa. Yaramas. Qo'shni ming bor uzr. Men o'zim adabini berib qo'yaman uni. Mendan o'tibdi. Kechiring. Rahmat.